Demak, aziz muxlislar, hozir chiroyli suhbatdan keyin O'zbekiston xalq hofizi Abdunabi Ibragimov boshchiligida bir qator shogirdlar bilan birgalikda jo'ravozlikda bir yaxshi asarni tinglaymiz azizlar. Marhamat. Çeşmi ağlar müdür Şemi ruhsavda Çeşmi ağlar müdür Sakirmiş yav yetir andazin dular midura yok sakirmiş yav yetir andazin dular midura hayranin mana Kavmetin şevkide şadı sana vardır uğlar Gülşenine restesen bağışrayali makamı Aşkı çeşmi adı sarıyım Zülfin hayalımda mugavmay
hayroning mana. Yaşırmış her kapıyım, ay yoray. Yüz yaşırmış her kapıyım, hak içirebilsin uzak. Barakallah, ofarin. Tasanno, hammasi mujassam. Nima demoqchimanki, qarang, Beknazar aka. Shu joyda mana tabiiy savol tug'iladiki, qanchalik jo'ravozlikni sehri, buni bir kuchi tinglovchini shunchalik o'ziga maftun qiladiki, buni so'z bilan ta'riflash qiyin. Jo'ravozlik. Hali bir kishidan ikki kishi, ikki kishidan uch kishi yaxshi deydi-yu. Yana o'sha tembr ovozlarni birga chiroyli tanlab, mana Abdunabi do'stimiz chiroyli bir duet toshlarni, haligi hamnafaslarni tanlaganki, tembralni juda ham chiroyli tushyapti, bir-biriga yopishyapti. Agar bu bir-biriga mos kelmasa ham o'xshamaydi, to'g'rimi? Hamnafaslikda gap ko'p. Avvalambor Orifxon akam ko'p. Hamnafaslikda birinchi Ihson akam bilan hamnafas bo'lgan, keyin Hakimjon Fayziy, keyin farzandlari bilan birga chiroyli qilib, bir Orifxon akam emas, ham Fattaxon akam ham masalan, Komiljon otani yozib aytadi, hamnafaslikda Jo'raxon akalardan o'rgangan bular. Shunday. Ustoz Jo'raxon akadan maktabidan o'tganda hamnafaslikda juda bir gap ko'pda. Mana siz bilan matlub mana Mahbubani aytishi, qanaqangi chiroyli qilib. Butun O'zbekiston bularga tan bergan. Shu darajada Beknazar, hozir men bularni eshitib, shunaqa bir bilmayman, ichimdan shunaqa tug'yon keldiki, hamnafaslikda bilasizmi, juda ham mas'uliyat og'ir bo'ladi. Bir-birini eshitib, buni bir-birini qalbini agar eshitmasa chiroyli chiqmaydi. Shinavandani qalbini zabt eta olmaydi o'ziga. Chunki bizni boshimizdan o'tgan mana Beknazar, keyin bizga kelib Beknazarni qo'shganlar, Mahbuba ikkalamiz bilan shunaqa qilardilarki, bitta narsani aytib beraman. Yozuv studiyasiga tushib, har kecha qo'shig'ini yozayotgandik. G'ayrining bazmidadir ul mohitobon har kecha. Shu qo'shig'ini aytayotganimizda keyin endi rahmatli Nabijon aka Hasanov aytdilarki, endi Orifxon aka bu yoqqa chiqib bir eshitib olinglar-chi dedilar. Kamchilik joylarini. Keyin biz studiyani bu hali eshitadigan joyga chiqib eshitib o'tirdikda, keyin Orifxon doda mana shundoq qilib eshitardilar. Keyin bundoq qilib qo'ydilar. Biz orqada o'tirdik, ko'rib qoldik. Ko'zlariga yosh oldilarda. Shu daraja biz mas'uliyat bilan Mahbuba bilan aytardikki, keyin Mahbuba sal erkaroq edi.
dodaga bemalol gapirardida, man iymanib turardim, keyin nimaga matlubni ovozi chiqibdi, mani ovozim yo'q-ku dedi. Keyin o'shanda Orifxon aka aytdilarki, o'shaning uchun yig'ladim man. Sanlani deb keyin bitta yelkamizga urib qo'ydilar. Shu daraja ikkalamiz bir-birimiz bilan yaxshi eshitardikki, bitta yo men aytayotganda, yo Mahbuba aytayotganda. Ani ko'rmaganlar aytadiki, Matluba ijro etdi, yo Mahbuba ijro etdi derdida. Ularniki ham shunaqa bo'ldi. Hozir uchta yurak shunaqa bo'ldi. bir xil bo'layapti-da, bir xil. Shunaqa anaqa bo'lib ketdim men. Navjon sizga rahmat. Mana shogirdlarning martabasi ulug' bo'lsin. Mana shunday yoshlarimizni tarbiyalaganiniz uchun sizga mingdan ming rahmat.